Hozir otajonimizga telefon qilib pul so'rab ko'ramiz. Bizga ishonadilarmi yo'qmi bilmadik. Chaqiryapti. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kuylarim qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Ada, bitta iltimosimiz bor edi. Yangi proyekt ustida ishlayapmiz-ku hozir. O'shanga ozgina bizga pul kerak bo'lib qolgandi. Kimga sarlaganmi? Qizlaringizga. Oldingi safar aytdingiz-ku. Men qizlarim har doim aldabdan so'raydi, o'zi so'ramay, hech qachon pul so'ramay narsalarni men so'raysizlar endi. Yo'q, rostdan. Menda esimdan chiqib qoldi qachon pul so'raganlar edi, tavba qildim. Yo'q, rostdan bu safar pul kerak bo'lib qoldi, ada. Yo'q, video. Chiroyli bo'ldi. O'z qizlaringiz chiroyli bo'ldi. O'zi chiroyli, endi hech sverda o'tirib olsalar, endi bu Yo'q, mana. Malol. Yo'q, video emas. Unda ozgina biz o'zimiz eplaymiz-ku, bilasiz. Sal kattaroq summada. Ana o'zimizni qurbimiz yetmagan darajada. Qurbimiz yetguncha topib beramiz, qizim. Sandadan bilasanlar, tompi-pompilarni hech narsa qizg'anmayman. Rahmat, Allohga shukr. Juda kerak bo'lsa, uchastkani sotib qo'ysam pulni beraman. Yo'q, hozir u darajada emas u. Sandadan hech narsa qizg'anmaganman-ku, shu kungacha xudo xohlasa bundan keyin ham qizg'anmayman, qizlarim. Siz dunyodagi eng zo'r otasiz. Sizdagi ota dunyoda yo'q. Shikolat qizlarim sanlar. Mana bizning shikolatimiz. Asalimiz Bounty'miz. O'zi Bounty'ni yaxshi ko'ramiz, siz bizning Bounty'miz. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, farzand bilan otani o'rtasidagi suhbatni eshitdinglarmi? Mashalloh, shunaqangi zo'r kontent bo'lgan bu yerda. Ota to'g'risi shunaqangi xursand bo'lib ketadi. Ota suyunganini ko'rdinglarmi? Bu farzand shunaqangi zo'r yashash uchun ota hamma narsasidan voz kechadi. Eshitgan bo'lsanglar, senlar zo'r yashashing uchun uylarimni sotib bo'lsa ham beraman deyapti. Shunaqangi otalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi mehribon otalarga bu videoda yuborib qo'yamiz.